Assalomu alaykum. 25-iyul Toshkentdagi bog'imizdagi ararat uzumlarini obzor qilmoqchi edim bugun. Mana pishishga ozgina qolibdi. Ararat uzumi danasiz bo'lib Amerikada ixtiro qilingan R15 yani nomi. Juda yaxshi shirin uzum. Husayn o'rnini bosadi. Bolalar yeyishiga danasiz juda yaxshi. Orqa tarafdagi bu yoqdagi so'ganlar. So'q chidamlilar yaxshi. Bu Lora nomli uzum. Juda serhosil, donlari yirik uzum. Mana hosillari hammalari. 3 yildan bir xil soladi, kamayib ham ketmaydi, kichrayib ham ketmaydi. Mana doni ko'pligidan boylab qo'ygan novdalarimiz ham tushib ketibdi. Tushib ketibdi novdalar, boylab chiqish kerak. Orqa tarafida Lora. Mazasi shirin. Ozgina muskat ta'm kelar ekan. Pishishiga ozgina bor. Bu bo'lsa Romeo uzumlarimiz. Juda serhosil uzum ekan bu ham. Har yil bir xil soladi. Donlari pishishiga ozgina bor. Mazasi oddiy. Garmanishning shirin ta'mli. Orqa tarafdan soyadigilar sal no'q qolibdi. Romeo. Baylari sal boshqacharoq bo'lar ekan. Bu Viktor uzumimiz. Juda yirik. Hosildorligi ham yaxshi. Mazasi shirin.